Aniqman yutsam kerak. Foto olishni umuman eplolmaysizmi? Siz tushirgan rasmlar har doim xunuk va sifatsiz chiqadimi? Unda aynan shu iste'dodingiz ortidan $50,000 ishlab olishingiz mumkin. Islandiyaning mashhur Island Air aviakompaniyasi dunyodagi eng yomon frilanser fotografni qidirmoqda. Ha, adashmadingiz, aynan eng yomonini. Buning evaziga kompaniya $50,000 gonorar va Islandiyaga borish-kelishning barcha xarajatlari qoplangan 10 kunlik mo'jizaviy sayohat yo'llanmasini taqdim etishga tayyor. Aviakompaniyaning maqsadi juda oddiy. Islandiya shunchalik go'zal davlatki, u yerda hatto rasmga olishni umuman bilmaydigan odam ham ajoyib kadrlar yarata olishini butun dunyoga isbotlamoqchi. Nomzodga qo'yilgan talablar esa quyidagicha. Birinchisi, hech qanday professional tajribangiz bo'lmasligi kerak. Ikkinchisi, rasmga olishni o'rganishga zarracha xohishingiz bo'lmasa ham bo'laveradi. Uchinchisi, o'zingiz tushgan rasmlardan ko'pincha ko'nglingiz to'lmasligi shart. Va to'rtinchisi, eng muhimi, oddiy telefon yoki kamerada ortiqcha o'ylamasdan rasmga tushira olishingiz kerak. Qani oramizda mana shunday iste'dodli yomon fotosuratchilar bormi? Shunday do'stlaringizni izohlarda belgilab keting va rasmga olishni umuman eplay olmaydigan tanishlaringizga ushbu videoni yuborib qo'ying.